Toshkentdagi Olimpiya shaharchasi nafaqat yirik sport majmuasi, balki zamonaviy muhandislik yechimlari jamlangan hudud sifatida ham ajralib turadi. Bu yerda har bir sport inshooti funksionalligi va texnologik yechimlari bilan o'ziga xos. Ushbu yirik loyiha O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi strategik hamkorlik doirasida amalga oshirilib, qurilish ishlarida Xitoyning yetakchi kompaniyasi faol ishtirok etdi. Shuningdek, jarayonda xitoylik mutaxassislar o'z tajribasi bilan o'rtoqlashib, mahalliy quruvchilar bilan birgalikda ish olib bordi. Qurilishda Xitoyda ishlab chiqarilgan zamonaviy metallardan mustahkam metalokonstruksiyalar, energiya tejamkor fasad panellari va innovatsion izolyatsiya tizimlaridan keng foydalanildi. Bu esa inshootlarning barqarorligi va uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi. Masalan, suv sportlari majmuasida xalqaro standartlarga javob beruvchi basseynlar barpo etilgan. Ularda suvni doimiy filtratsiya qilish, haroratni avtomat boshqarish va energiya tejash tizimlari joriy etilgan. Bu esa sportchilar uchun barqaror va xavfsiz muhit yaratadi. Velotrekda esa asosiy e'tibor qoplamaga qaratilgan. Trek yuzasi maxsus ishlov berilgan yog'och materialdan tayyorlangan bo'lib, u yuqori tezlikda harakatlanish va aerodinamikani ta'minlashga xizmat qiladi. Markaziy stadionda zamonaviy metalokonstruksiyalar va yengil, biroq mustahkam tom yopmalari qo'llanilgan. Bu konstruksiyalar katta hajmli arenani ustunlarsiz yopish imkonini beradi va tomoshabinlar uchun ko'rish burchagini ta'minlaydi. Jamoaviy va yakkakurash sport zallarida esa universal qoplamalar ishlatilgan bo'lib, ular turli sport turlariga tez moslashish imkonini beradi. Shuningdek, zallar transformatsiya qilinib, musobaqa yoki mashg'ulot formatiga qarab o'zgarishi mumkin. Olimpiya shaharchasida faqat sport inshootlari emas, balki sportchilar uchun qulay yashash sharoitlari ham yaratilgan. Zamonaviy yotoqxonalar, tiklanish markazlari va mashg'ulot bazalari yagona tizim sifatida ishlaydi. Qurilish jarayonida qo'llanilgan materiallar va texnologiyalarning bir qismi xorijiy tajriba asosida joriy etilgan bo'lib, bu obyektlarning chidamliligi va samaradorligini oshiradi. Natijada Olimpiya shaharchasi bugungi kunda nafaqat musobaqalar o'tkazish, balki sportchilarni tayyorlash uchun ham zamonaviy va kompleks bazaga aylangan. Rejamizda xudo xolisa shu ham borki, bu obyektimizni ekspluatatsiyasini boshqarishchi Xitoyning tajribali kompaniyasi bor. Shu kompaniyasiga operativ boshqaruv asosida berish hamda bu kompaniya bizani mahalliy mutaxassislarimizni o'qitib, Xitoyda tajribasini oshirishda yordam berishadi. Mazkur ishlar hozir olib borilyapti. Birinchi potok mutaxassislarimiz Xitoyga jo'nab ketishadi va Xitoyda o'zlarini malakasini oshirib, o'zlarining tajribalarini oshirib, yana qaytib kelib, keyin to'laqonli lokal boshqaruv qila olamiz. Sababi o'zimizni mutaxassislarimiz bilan bunaqa obyektlarni boshqaramiz. Endi bu obyektimiz O'zbekistonda birinchi va eng katta sport obyekti bo'lgani uchun biz shu Xitoy davlatidan tajriba olishni niyat qildik. Sababi ularda bunaqa obyektlar juda ko'p. Bizda birinchisi, xudo xolisa oxirgisi emas va keyinchalik tarmoqlarimizni lokalizatsiya qilish, o'sha mutasaddilarimiz, mutaxassislarimizni lokalizatsiya qilish bilan ishlarni boshlab yuborganmiz.